Dada, yolg'on gapirish gunoh. Boshingga qilich kelsa ham rost gapir deb bizga rost gapirishni o'rgatib, o'zingiz ko'p bora bizga yolg'on gapirgan ekansiz-a? Nimaga bunday deyapsan o'g'lim? Men seni qachon aldadim? Dada, men ham sizga o'xshab o'g'llarimni aldadim. Xuddi sizday men ham farzandlarimga qurbim yetganicha 2 dona shashlikni ilinib olib kirdim. Qizim menga ilinib uzatsa, ona qizim, men ko'chada yeb keldim. Buni o'zingiz yeng dedim. Ha, buni aytyapsanmi? Ha, men ko'chada yeb kelardim. Men sizlarni aldamaganman. Aldamang dada. Endi men bola emasman. Endi men ham otaman. Dada, shu dunyoga kelib sizni dam olmasdan ishlashga majbur qilganim uchun kechiring. Qornim yetmaganday ustimga har yili yangi kiyim kiyib sizni qiynaganim uchun kechiring. Olib kelgan narsalaringizni mazza qilib yebmanu. Sizga biror marta rahmat aytmaganim uchun kechiring. Menga dunyolarni berib, evaziga minnat qilmaganingiz uchun, doim meni o'ylab, o'zingizni o'ylamaganingiz uchun, menga eng zo'r narsalarni yedirib, o'zingiz yemaganingiz uchun sizni yaxshi ko'raman dada.